Monitor tanlashda ushbu xatolarga yo'l qo'ymang. Agar siz grafik dizayner bo'lsangiz, monitorning tashqi tuzilishi va uni chiroyi sizni aldab qo'ymasin. Birinchi navbatda ekran sifatiga e'tibor bering. 2K yoki 4K bo'lishi albatta kerak. Sababi bu ekranlar ranglarni to'liq ifodalab beradi. Agar siz gamer bo'lsangiz, sizga birinchi o'rinda Hertz muhim. Iloji boricha 144 dan baland bo'lishiga e'tibor bering. Agar 240 bo'lsa, undan ham zo'r. O'yinlaringiz qotmaydi, chuvalmaydi, o'zingizdan mazza qilib o'ynaysiz. Ana endi maqsadli monitor tanlashni o'rgatamiz. Agar ofis ishlari uchun olayotgan bo'lsangiz, eng kamida 24 dyum bo'lishi kerak. Bu eng hamyonbop va optimal variant hisoblanadi. Agar film ko'rish uchun bo'lsa, sizga 27 dyumli monitorni tavsiya etamiz. Agar siz montaj ishlarida ishlasangiz yoki gamer bo'lsangiz, sizga 34 dyumli ultra wide monitor tavsiya etiladi. Ekran avvalni bo'lganligi uchun o'yinlar keng burchakda ko'rinadi va ko'zingizni ham toliqtirib qo'ymaydi. Agar siz montajyor bo'lsangiz, montaj liniyalari uzun bo'ladi va siz montaj qilishda qiynalmaysiz. Bu monitorlarni qayerdan sotib olishni bilmayotgan bo'lsangiz, iFix'ni maslahat beramiz. Chunki iFix'da siz izlagan monitorlarning barchasi bor.